Bolalardagi tiklar. Tiklar o'zi qanday kasallik? Tiklar bu tanani ma'lum bir qismini yokida yuz mushaklarini beixtiyoriy qisqarishiga yetiladi. Tiklar asosan 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'plab uchraydi. Tiklarning turlari asosan mushaklarning guruhi, tarqalishi va kechish vaqtiga qarab belgilanadi. Mushak guruhlariga ko'ra lokal, ya'ni mahalliy va tarqalgan, kechishi bo'yicha tranzitor, surunkali va sindrom turidda farqlanadi. Bu kasallikni kelib chiqishiga asosiy sabab genetik omil, yuqori nafas yo'llarini surunkali kasalliklari, streptokok infeksiyasi va bolalar orasida ko'plab tarqalgan gadjetlar. Kasallik nevropatolog va kardiorevmatolog ko'rigidan so'ng klinik belgilarga asoslangan holatda laborator va instrumental tekshiruvlardan keyin qo'yiladi va har bir bemor individual ravishda davolanadi. Kerakli va foydali ma'lumotlar sahifamda obuna bo'ling.